Bolani nimaga birovni oldida uyaltirib bo'lmaydi, kamchiligini aytib bo'lmaydi, qo'lingizani qayerdan o'sgan, shuni ham eplolmadingmi, obkam bunaqa qiladi deb kiyinishlarini kritika qilib bo'lmaydi. Ayniqsa jamiyat oldida. Nega? Chunki bolada toksik uyat vujudga keladi. Ya'ni bola toksik uyatga kirib qolgandan keyin u na maktabda yaxshi o'qiydi, na doskaga chiqib gapirib beradi bitta mavzuni, na qanaqadir tadbirlarda qatnasha oladi, na qo'liga mikrofon ushlab normalniy bitta she'rni aytib bera oladi. Nimaga? Chunki u uyalib qolgan. Bir marta ikki olganda tog'asi kelganda mana buni maktabidan mashincha ikkisi bor. Kundaligida mana mashincha ikkisi bor. Men ishni qila olmay, bunaqa bo'lib qoldi deb uyaltirgan paytingiz bo'lgani uchun u mana shunaqa siqilib qoladi. Nimaga bunaqa qilish kerak emas? Agar bolangiz yaxshi rivojlanishini, ommani oldida o'zini bemalol namoyon qila olishini, nima xohlayotganini anglashini va uni sizga bemalol aytib berishini xohlayotgan bo'lsangiz, hech qachon bolani uyaltirmang. Uni toksik uyatga olib kirib qo'yadigan so'zlarni ishlatmang. Ayniqsa birovni oldida, ayniqsa sotsium oldida. Bola shunaqa narsaki, uyat uni juda ham kuchli boshqaradi. Uyat o'zi juda ham chuqur tushgan narsa-da va u orqali boshqarish juda oson insonni. Bu bolalikdan shakllanadi va katta bo'lguncha bemalol yetib keladi. Va ota-onalar bolani uyaltirish orqali uni boshqarmaylar. Ya'ni uyaltirishni o'zingizga qurol qilib olmaylar. Bu hozir sizga yordam berayotgan bo'lishi mumkin, lekin kelajakda bolaga bu minusga ishlaydigan narsa hisoblanadi. O'shaning uchun bolaga muomala qilayotganingizda, ayniqsa birovlarning oldida muomala qilayotganingizda juda ham diqqatli bo'ling. Nabarod bolangiz uyalyaptimi? Nima bo'ldi? Nimaga uyalyapsan deb unga yordam berishga, uni qo'llab quvvatlashga harakat qiling. O'shanda bola jamiyat degan bu ota-onadek birinchi o'rinda. Значит, ota-onam meni mashhatoyim bilan qabul qildi, значит, jamiyat o'sha sotsium meni bemalol qabul qiladi deb o'zini xato qilishga ruxsat berishga, xato qilsa ham o'sha ishni qayta qilishga o'zida kuch topa oladi. Mehribon ota-onalarga srochno jo'natamiz.